Erkaklarga massaj yo'q. Sizda bo'yin osteoxondrozi bormi? Unda bu video aynan siz uchun. Bo'yin osteoxondrozi ko'pchilik ayollarda uchraydigan muammo hisoblanadi. Telefonda ko'p ishlash, kompyuterga ko'p qarash va mushaklar taranglashishi va asosan stress natijasida rivojlanadi. Bu muammoda professional massaj muolajasi ancha yordam beradi. Ya'ni mushaklarni bo'shashtiradi, bosh og'rig'ini yengillashtiradi, qon aylanishini yaxshilaydi va yengillik va qulaylik beradi. Bu muammolarda ayollar faqat ayollarga mo'ljallangan markaz qidirishadi. Bizning markazimiz aynan shunday. Ya'ni bizning markazda nafaqat bolalarga, balki ayollarga ham mo'ljallangan umumiy maxsus massaj muolajalarimiz mavjud. Erkaklarga massaj yo'q. Agarda bo'yin osteoxondrozini vaqtida davolamasangiz, sizda bosh og'rig'i kuchayadi, davleniya oshishi, umurtqa pog'onasida muammolar kelib chiqadi. Shuning uchun sog'lig'ingizga vaqtida e'tibor qarating va markazimiz qabuliga hoziroq yozilib qoling. Videoga esa like bosish esingizdan chiqmasin.